O'zbekiston kuchini belgilab bermaydi. Kim yutsa ham, yutmasa ham u bundan ustun degan fikr bo'lmaydi. Hech kimda kelishib olamiz. Eronlik hamkasblarimiz bilan va birinchi bo'lib Eron zarbani ijro etdi. Shuning uchun hech kim o'ta konsentratsiya bilan kelayotgani yo'q. Eronliklar ham kulishyapti, biznikilar ham normal kayfiyatda. To'g'ri, endi shuncha o'ynab yutgisi keladi futbolchilar baribir. Referi ham ancha pozitiv ekan. Abduvohidning ham yuzida tabassum, endi baribir darvozabonga ko'p narsa bog'liq. Xo'p, omad, Abduvohid omad, jamoa O'zbekiston ishtirokidagi penaltilarni odatda bir hayiqib ko'ramiz, chunki bizga penaltilar har doim ham omad keltirmaydi. Qizgan holatlarimiz ko'proq. Bu safar hech qanday hayajonsiz ko'ramiz. Shu tomoni yaxshi. Nima masala bu yerda? Nega tepmayapti? Nimani kutyapmiz? Bu 90 daqiqa. Hujum futbol kutdik jamoalardan, lekin ular taktik futbol namoyish etishdi. Mana endi penaltilar aktiv jarayon. Abduvohid ketdi. Birinchi zarbani qaytar va omad bilan boshlaylik. Nuravkan to'p oldida zarba yo'llandi. Abduvohid topgandek edi. Mana. Salgina, ozgina yetib bordi. Ozgina. Kuchli ketdi hamda Nuravkan. Shunday qaytardi. Zarba ekan ozgina. Bizdan Eldor Shomurodov boshlab beradi. Eldor ekan. Penaltidan foydalana olmagandi. Lekin undan keyin Eldorni ko'rsam, mana Turkiya chempionat to'purariga aylandi. Hozir zo'r formada. Turkiyaning ayni vaqtdagi eng yaxshi hujumchisi bo'lib turibdi. Agar fakt bo'yicha gapiradigan bo'lsa. Shu yerda ham mana hozir hal qilish kerak. Bayram bankga qarshi. Eldor zarba. Ishonchli. Xotirjam. Молодец. Va ayyorona zarba. Eldor ortiqcha emotsiyasiz. Nega? Chunki u jamoaga ko'rsatish kerak. Hammasi normal ketyapti. Nazorat ostida. Barobar. Navbati. Qaytarsang zo'r bo'lsa Qorbani. Albatta o'ynaydi.